Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sayfish kanali yana sizlar bilan. Bugun yana Buxoro shahar ish bozorini obzorini qilamiz. Tayyor bo'lsangizlar, qani ketdik. Assalomu alaykum aka, o'rmang. Qanday bo'lyapti bozor? Nормально akajon. Ish bilan ekan kaftarlar. Tushuntiring qani, parvodasi qanaqa? Bular savd aka, eski Buxoroning aka amirni kaftarlari aka. Buxoroning amirini aka 105 yil oldin olgan bo'lsalar aka. Bular hech nima qatishmagan. Bularni Toza, чистый zot. Savd deydi aka. Savd qalamfuri, bunisi kabot. ish bilan bo'lyapti aka. Bular akajon parasi 3 million aka. Parasi 3 million ekan, lekin juda ham qoni toza yo'qshyapti haqiqatan. Men sizga ko'rsatay. Telefon nomeringizni qoldirasizmi aka? Bu 90lik. 90lik, aha. 712 5758. 712 57 58. 58. Murojaat qilasizlar akaga. Assalomu alaykum aka, qo'rmang. Kaftarlarning parvodasi qanaqa ekan aka? Chaqir bular. Nima? Chaqir. Chaqir degan parodadan ekan, juda ham lekin ranglari qoni toza yo'qshyapti. Juda ham qoni toza. Qanchadan bo'ldi aka? 400 ming, 500 ming. 400 ming, 500 mingdan nomerini qoldirasizmi YouTube kanaliga? Nomer 604 Navbatda. 90lik 604 78 78 akaga telefon qilasizlar. Parodasi toza ekan. Gamis. Aka, bu kaftalar ish bilan bo'ldi. Qaysi? Mana shu parodasini to'g'risi tushunmayman. Men o'zi baliqchida. Afg'onchindim. Mingdan. Parasi 1 million ekan aziz do'stlar. Har qonchin degan paroda ekan. Kim tushunadi, kommentariyaga yozinglar. Aka, nomeringizni qoldirasizmi? 90lik 718 0421 akaga telefon qilasizlar, bemalol. Assalomu alaykum aka, xo'rmang. Kaftarlarning parodasi qanaqa ekan aka? Yana sarsiyo bu, kuyi bu. Necha pul ekan bularga? Narxlari qanchadan ekan aka? Kelishtirib beraman. Kelishtirib berar ekanlar aka narxlarini. Nomeringiz necha aka? Nomerini qoldirami? Nomerini qoldirmas ekanlar. Bozor, kolxoz bozorga murojaat kelasizlar, sherda aka borlar. Doim chiqadilar. Assalomu alaykum aka, o'rmang. Kaftarlarning parodasi qanaqa ekan aka? Chaqir, chinni, qora, zoq, qizil. Hammasidan bor ekan. Necha puldan aka? 1 million, 500 ming, alo. Aziz obunachilar, biz bozorda bu yerda aksessuarlar, kormlar bor ekan. Aka o'zi tushuntirib beradilar. Bu qanaqa korm aka? Karmushkalar necha puldan aka? 5 ming so'm. Karmushkalar 5 ming so'mdan. Anaqa maqsadli ishlar bor ekan. Mushukchalar uchun bu. Mushuklar ham to'g'ri keladi. Tovuqlar ham bo'ladi. Necha puldan ekan bular?
Katalari 12.000, maydalar 8.000. Mana Kanariyani ino adashmasam. Nechi puldan ekan bular? 12.000. 12 mingdan. Mana zo'rlardan ham bor ekan. Qarmushkalar. Bular nechi puldan ekan? 5.000, 10.000, 8.000. 5 ming, 10 ming, 8 ming. İsmingiz nima aka? Ibod aka, o'sha yerda bozorda doim borlar bu kishi. Nomerlarini hozir qoldiraman. Telefon nomeri qancha? 91lik 91lik 773 773 05 08. 0508. Bemalol telefon qilsangizlar bo'ladi. Tomondan akletkalar tayyorlaydi. Azor do'z. Aytgancha mana kilolik donlar ham bor ekan. Ibod aka bilan nechi puldan? Qizil sariq deyiladi bu. 10.000 so'm kilosi. Qizil sariq 10 ming so'm. 8.000. Sizda 8 ming, Bu 12.000. 12 ming kilosi. Bu ham 12.000 afsanka. Ovsyanka 12 ming. Kanariyachni don. Ana shu korobkalikni kiloligi Korobkaligini kiloligi bor ekan. Kanariychi donlar. Kilosi 5 ming, 15 ming. 15 ming. Bu ham 15 ming. Katta qumlarga bu. Bularchi? Ular har xil vitaminlar, kanariychi, kanadskiy. Bu ham shu. Zig'ir, raps. Kaftarlar parodasi qanaqa ekan aka? Chaqir dedingizmi? Parodasi. Qanchadan ekan aka? 200 narxini kelishtirib yana berasan. Narxini yana kelishtirasizmi? Telefon nomeringizni qoldirasizmi? 718 20 25 90likmi? Bo'ladi. Assalomu alaykum aka, hormang. Kaftarlar qanaqa ekan zo'qlar aka? Bunlar da qizil bu. Zo'qlar bu. Qancha? Belarlar bu. 100 ming, 200 ming. Telefon nomeringizni qoldirasizmi? 97lik, 97lik 852, 852 0708. 0708 akaga telefon qilasizlar. Bozorda ham har kun har yakshanba borlar. Assalomu alaykum aka, hormang. Daftarlar nechi puldan bo'ldi? 200, 300, 100. 300 narxiga qarab, parodasiga qarab, yoshiga, kattaligiga qarab. Telefon nomeringizni qoldirasizmi aka? 90lik 90lik 611 611 19 19 93. Telefon qilasizlar. Kaftarlar nechi puldan bo'ldi aka? Egashingiz? Egasi yo'q ekan. Kaftarlar nechi puldan bo'ldi aka? Mana shu uchovida 100 mingdan donasi. 100 mingdan donasi ekan. Assalomu alaykum aka, hormang. Kaftarlar nechi puldan bo'ldi aka? Har xil 100 ming, 200 ming. Farqi yo'q, sortiga qarab. 200 mingdan ekan. Nechi puldan bo'ldi bu kaftarlar? 300. Kaftarlar 300 dan bo'ldi. Tamam. Akani hujja beraman deb tamam. Kaftarlar nechi puldan bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 150 200 akajon. YouTube'da qo'yasizmi? Kelgan kunlarni ham uning. Tabiiy. Salom. Mana aka, ismingiz nima aka? Botir aka. Botir aka ekanlar, ana kaftarlarni chiqarganlar. Telefon nomeringizni qoldirasizmi Botir aka? Mayli akajon. Nechi bilan? 94lik 94lik 409 409 75 86 aka. 75 86 telefon qilasizlar. Ana kaftarlar tam o'sha Kaftarlar. kaftarlar akajon. Ajoyib.
Do'stlar, video yoqgan bo'lsa like, podpiska va kaptar boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.